Assalomu alaykum. YouTube, Instagram kuzatuvchilar. Navbatdagi oshxona mebelimizni Andijon shahriga kelib o'rnatdik. Bu ishimiz plafon posonda ishimiz. Bu tomoni 320, bu tomoni 3 metr joyga joylashgan. Jami 620 joyga joylashtirdik. Bu chekamizdan boshlasak, bu chekamizga moyka, femistator, ichiga shushukalarni joylashtirib berganmiz. Tagiga musor paqirlari. Bundan keyin barlarni, tortmalari ham ularni bekijolat, oqimshanlar, bu yerga duxovka, gaz, vitichka nomerlari, bu yerlarimiz mana 80 ga 80 burchaklar tushgan. Xudo xolasa ishimiz bekijolat. Bu yerimizga mana kir mashina nomli, bu yerlar final. Buni tagiga gaz balon qo'yadigan mana. Xudo xolasa ishimiz bekijolat, ishimizni davom ettirib eshigini chekalar rezinli plastika. Vakuum shamlarni yaxshisidan qo'yilgan. Kimga shuni singari oshxona mebellar kerak bo'lsa, pastda mebellar olamiz, bemalol aloqaga chiqa olasizlar.